Uşu sanda sport türü Xitay tilden tercüme kılganda erkin yekmu-yekke çüşüş degen ma'noni bildirudi. Bu sportning nahayati murakkab türü. Sebebi uningda qo'l bilan oyoq tang-mutanglikda harakatda bo'ludi. Hozirgi vaqtda bu sport türü bilan shug'ullanayotgan yer sportchilar kundan kunga ko'payib, vatanimizda ham boshqa mamlakatlarda o'tkaziladigan musobaqalarda yengishga yetish orqali elimizning sport sohasiga o'zlarining ulushlerini qo'shib kelmoqda. Mana mushunda xalqaro musobaqalarning biri yaqinda Chimkent shahrida shaharlik Ushu Sanda Federatsiyasining ham sport birlashmasining uyushtirishi bilan o'tkazildi. Bu musobaqaga elimizning bir necha shaharlardan ham shundoqla O'zbekiston, Qirg'iziston mamlakatlaridan kelgan sportchilar qatnashdi. Turnir boshlanishi bilan dastlab maktab yoshidagi sportchilar o'zaro musobaqaga tushgan bo'lsa, keyinroq cho'nglar orasida 60 kellik chempionlik belbog' uchun kurash boshlandi. Onungda Qozog'iston komandasi nomidan qatnashish fursatiga ega bo'lgan Almutliq Rizaydin Raylin O'zbekistonlik Islom Akbarjonovga qarshi chiqdi. Dastlabki raundda ikki sportchi o'zaro kurashga tushib, oxirgi paytda vatandishimiz Ildam Soqqilani dal takuzib, Adil Qazlarning yeshimi bilan yengishga yetdi. Mana yaqinda bo'lsa, musobaqaga qatnashgan sportchilarni Olmut shahrining temir yo'l bekatidan ota-onalari bilan urug' tuqqanlari qarshi elib oldi. Albatta, ularning xushalligida chek yo'q. Chimkentda bo'lib o'tgan xalqaro musobaqa haqida bosh chiniqtiruvchilar Alimjon Jalilov, Kamil Abdurimovlar to'lig'iroq aytib berdi. Можно сказать, удачно съездили. Sportchi yigitlarimiz Chimkentda o'tgan musobaqada g'oliblar atilib, Qozog'istonlik sportchilarning martabasini texmo yuqori ko'tadi. Albatta, ularning bu uftugiga Kamil Abdurimov, Karim Hakimov, Ruslan Libirov o'xshash chiniqtiruvchilarning qo'shgan to'kpisi zo'r. Har vaqtda madad berib turgan mo'shundaq chiniqtiruvchilarning orqasida yigitlarimiz yengishga yetib o'tirdi. Kelajakda sport sohasida ularning texmo egiz cho'qlarni beqindirdiganligiga men komil ishonaman. Chiniqtiruvchilar aytib o'tganidek, ular bu musobaqaga bir oy mobaynida tayyorlik qilgan ekan. Mushunda qisqa vaqt ichida sportning bu murakkab turi bo'yicha turnirga shahrimizning Medina, Imperiya, Nur, Almuta, Ushu o'xshash sport birlashmalari nomidan borgan sportchilar orasida Suhrab Hashimjonov, Yalqun Davudov ham Rizaydin Raylilla musobaqaning chempionlari atalsa, Islom Avutov, Elmurod Abduqahharov, Rishad Baratovlar o'xshash yosh sportchilar oltin medallari bilan qolganlari bo'lsa, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni egallab Almutaga cho'ng xushalliqlar ilkida yenib keldi. Bizda mana Chimkentda xalqarалық musobaqa bo'ldi. U yerda yoshlar ham cho'nglar qatnashdi. Bu yoshlarimiz kelajakda bizning Qozog'istonimizning bayrog'ini ko'taradigan bolalar. Endi bizning kelajakda biz yoshlarni dunyo chempionat Aziyasiga tayyorlik qilamiz. Aşağıda bizning Dusiyev Almaz degan balimiz qatnashadi. Yani men o'ylayman, yerda biz Qozog'istonning bayrog'ini ko'taramiz. Kurash vaqtida bo'lsa, albatta bir oz qiyinchiliklar bo'ldi deydi sportchilarimiz. Bu musobaqaga qatnashishda bo'lgan bizning birinchi maqsadimiz albatta yengishga qo'l yetkazib, vatanimizning donqini ko'kka ko'tarish bo'ldi. Eng qizig'i, biz bu musobaqa haqida oldin ola bilmadik. Bizga faqat bir oy vaqt qolgandila qatnashadiganligimizni aytdi. Mundaq musobaqalarga sportchilar kam deganda 1-2 yil tayyorlik qiladi. Biz bo'lsak, vaqt oz bo'lganlikdan bir oyning ichida mashq qilib Chimkentga atlandik. Kurashda bo'lsa, boks, kung-fu, ushu sanda sport turlari bo'yicha qo'shni mamlakatlardan kelgan olam chempionlari atangan sport mahirlari bilan o'zaro musobaqaga tushdik. Bir oz qiyinchiliklar bo'lsa-mu, chempionlik belbog'ini qo'ldan bermaymiz deb maqsad tutdik. Mushu fursatni foydalanib, bizni qo'llab-quvvatlagan chiniqtiruvchilarimizga, ota-onalarimiz bilan do'stlarimizga cheksiz minnatdorligimizni bildiramiz. Biz bugün intayin bir xoşallık fursatini turvatımız. Bu bo'lsa Chimkentga berib bizning bolalarimiz, yoshlarimiz xalqarалық turnirga qatnashib, cho'ng utqular bilan qaytib kelyapti. Mana bular bolalarimizniki bu uftiga ham bizning
xo'shallik uftig'i mana hammamiz yig'ilib ota-onalar, maliki cho'nglari kelib mana shu bolalarimizni qarshilab o'tirmiz. Bolalarimizni men o'g'itayotgan trener bolalarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bundan keyin mush bolalarimizni yaxshi tarbiya berib, bundan keyin cho'ng utqularga yetib, bizni xo'shal qiladigan yaxshi qilay bilan kelishga Alloh taoladan so'raymiz ham tilak bildiramiz. Bundan keyin cho'ng xalqaro mashundaq turnirlarga mush bolalarimiz qatnashib, o'zlariniki utqullari bilan yaxshi utqullari bilan qaytib kelishiga, shu turnirlarda ko'rinishgan bolalarımıza tilak bildiramiz. Endiki növbette bolsa bu sportçularımız moşu yılda ötkazıldıgan Aziya çempionatıga katnaşıdığan boludu. Bu musabıqıda mu bizning yigitlar yengishga cho'qim qo'l yetkazdi deb umid bog'laymiz. Abdumanap Mahmudjan, Ruslan Duganov, Baxtiyor Iminov, Tangritog' kanali.